Assalomu alaykum qadrli YouTube. Bugun 14-aprel haftani dushanba kuni biz Toshkent rayoni Hasanboydamiz. Sotuvimizda bir bosh rossiyskiy g'unajinimiz kelgan. O'shani qisqacha video obzorini qilib beramiz. Qadrli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rsanglar, yedi ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana kokot ishlarini ham molxonaga olib kirib somon kepeyi ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'ryapsizlar, qadrli obunachilar, sutga to'ygan varianti 4 oy 5 oylik buzoq. Quloq raqami 85599 ekan. Mana orqani qaranglar. Molimiz orqalari. Endi mana oyoqlariga, iliklariga e'tibor qilamiz. Mana qadrli obunachilar, tuyoqlari stakan tuyoq. Iliklari nihoyatda baquvvat. Old oyog'i ham shunaqa mana. Old iliklari ham baquvvat, orqa iliklari ham baquvvat. Mana molimizning o'zi. Qadrli obunachilar, telefonda har doim katta ko'rinadi. Aldanib qolmanglar, shuning uchun bo'y bastini aytib o'tamiz. Tuyog'idan domini tepasigacha 1.7 nari berisi kelyapti. 1.5 mo'ljalni qilib molxonalardagi molga shuna qiyos qilib olib chamalab olaverasizlar. Mana uzoqdan olib ko'rsataman molni. Molimizdan sog'lomligiga, yedi ishchisiga 100% garantiya mana bu. O'sha haqiqiy burungi rossiyskiy porodalardan sutga to'ydirib olingan variantda qadrli obunachilar. Mana. Bo'yini yana bir marta eslatib o'taman. Tuyog'idan dumun tepasiga 1.7, 1.6 kelyapti. 1.5 rasamatini olib olasizlar. Videodan uzoqlashmasanglar, qolgan 7 ishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana buzog'imiz. Eng qizig'i qadrli obunachilar, mana shu korpusiga e'tibor qiringlar. Korpusi nihoyatda uzun buzoqni. Ertaga kelajagida ham xudo xolasa Titanic raqamli bo'ladi, uzun bo'ladi molimiz, xudo xolasa inshaalloh. Harakat qilib mana bakki ko'ryapsizlar, qadrli obunachilar, mana garmoshkalar qatdan boshlangan. Mana xaltani. Ajjonov. Manzilimizdan yana bir marta eslatib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent rayoni Hasanboyda, semental chakana xonadonlarida. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqurasizlar qadrli obunachilar. Xo'p, endi buni ko'p qiynamagan holda. Xo'p, 13,5 million pul so'rayapmiz, kami bor. Xudo xolasa ozmoz xayri bor, kelishtirib beramiz. Ya'ni kimda kim olib o'zim boqib qo'yib, o'zim tarbiya qilaman deydigan aka-ukalarga tavsiya va maslahat qilib qolamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, hozir 7 ishlarni ham ichkariga molxonaga olib kirib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Telefon nomerini opsiyanada qoldirib o'tamiz. Turishini o'zi boshqacha deydi bu molni. Mana turishini qaranglar. Mana. Mashalloh. Qani. Hozir yechaman. O'tga boylab ko'ramiz. Mana qadrli obunachilar, hozir o'tga boylab qo'ydim. O't ish jarayonini ko'ryapsizlar. Podada boqaman deydigan aka-ukalar bo'lsa, hozir endi ichkariga olib kirib, ichkarida qolgan ovqatini ham beramiz, xudo xolasa. Qadrli obunachilar, korpusiga e'tibor berib qo'yinglar. 4 oy 5 oylik buzoq bo'lmasa, oyoqlari mana baquvvat. Korpus nihoyatda uzun, mana. Korpus ko'ryapsizlarmi uzunligini? Xudo xolasa. Mana Rossiya. Quloq raqami oxir 99. Uzoqroqdan ham ko'rsataman, mana. Mashalloh.